Rahmat bolam, menga moshim berding. Senga farzandlaringdan qaytsin. Hamma ota-onalarga shunaqa moshimlar nasib qilsin. Allohu akbar. Rahmat bolam. Hadi o'g'il. Yaxshi. Ha qo'shni. Nima qilyapsan, Alijon? Nima qilyapsanlar? Ha o'g'lim moshim podarka qilyapti. Ko'ryaman, shuni imijimida topshirsa bo'lardi. Hammaga ko'z-ko'z qilib masxarabozlik qilish shart emas edi. Endi Ya bu ko'ra olmaslikdan emas, seni yaxshi ko'raman bilasan. Hozir o'g'lingni mana shuncha dahmaza qilishga sharoit yetar, lekin endi qurbati yetmaydigan qo'shnilar bor. Ularga jabr qilib qo'ymayapmizmi? Agar menga o'g'lim shunaqa qilsa, betiga qaramayman, sufsanga deb yuboraman. Sani bergan tarbiyangga. Mana uni chali. Ancha nevaram uxlayapti, tushuntiran unga. o'chir. Olib kir hamma narsani. Onajonimga umra ziyoratiga yo'llanma. Majnuntol. Qara bor. Mana Turg'un aka. Purchoskani qara, palmaga o'xshaydi. Obro' oldingizda o'zicha hammaga ko'z-ko'z qilib, ha? Majnuntol, ziyoratga borayotgan hammaga aytilmaydi. O'zing bilsang bo'ldiydi. Hammani ham o'g'lim bunday qilib topshira olmaydi. Shag'iga palma kallang ishlamadimi? Agar menga o'g'illarim shunday qilib topshirsa, o'g'lim kerak emas. O'zim bilsam bo'ldi, tomoshalar kerak emas derdim. Onajonimni xursand qilding. Onang, zo'r qilibsan. Bugun davlatim otamga 2 xonali uy sovg'a qilmoqchiman. Oching. Onajon. Kalam. Assalomu alaykum aka. Nima bo'lyapsanlarga, ha? 21-asr yoshlar nima? Hamma narsani ko'z-ko'z qilib berasanlarmi? Endi otam xursand bo'lsin. Otangni og'ziga oshpalo, qayerdan olding uyni? Tavrabbi Yangi O'zbekiston massivida remonti bor, kadastri tayyor. Shundoq kirib yashaydigan uy oldim. Buyurmasin, buyursin. Lekin qara, seni videoyini ko'rib, ana puli yo'q bechoralar ko'rsa nima qilishadi? Oson ular ham. Qaysi puliga oladi o'g'lim? Boshlang'ich 25-30% pulini to'laydi. Yetmagan pulini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lab yuradi, amaki. Baribir noto'g'ri qilyapsan-da, uka. Nima qilaylik, amaki? Qisib ber, otang uxlaganda oldiga sekin olib borib ber. Hammaga tomosha ko'rsatishing shart emas. Otajon, sizga belik sovg'a qilmoqchiman. Endi piyoda yurmaysiz. Enangni yerga shunday qilib oddiy qilib topshirasan, xo'p? Qanday qilib topshiray, otajon? Qani afarmiliyani, qani bantik, qani odamlar ko'z-ko'z qilish uchun. Nimaga Instagramga qo'ymayapsan sen? Siz unday narsalarni xohlamaysiz deb o'ylabman. Kim xohlamaydi? Hamma ota xohlaydi. Prosta ko'ra olmasligimdan gapirdim ularga. Axir unday qilsam odamlar nima deydi, otajon? Odamlar nima deydi? Ha? Odamlar nima deydi? Ha? Odamlar bilan nima ishim bor? Odamlar menga nima berdi? Zarina, ertaga men uchun muhim kun. Ertaga imtihon topshiryapman. Voy yo'g'e, zo'r-ku. Ha, zo'r. Mana shu muhim kunda meni yonimda turishingni xohlayman. Bobur aka, har doim har qanaqa vaziyatda men siz yoningizda turaman. Xudoyim. Namuncha zo'r qiz topganman a. Ada, oyi, bugun bo'lajak kuyovingiz imtihonlari edi. Shunga sizlar ham borsanglar surpriz bo'lardi. Shu bahonda kuyovingiz bilan tanishib olardingiz. Haqiqatan oyisi qizimizni unashtiribmiz, hali kuyov bolani bir marta ham ko'rmaganman. Shu bahonada ko'rib olardim. Boramiz. Hurmatli mehmonlar, aktyorlik mahorati imtihonimizga xush kelibsizlar. Birinchi ishtirokchimiz, kursimiz faxri, kursimiz yetakchisi Baxtiyorov Bobirjonni taklif qilamiz. Mani kuyovim bo'ladi. Bobirjon, tayyormisiz? Tayyorman, ustoz. Ovozini qara, Gamletga o'xshaydi. Marhamat. Yo'q, qaynotam kelibdi. Sevib turmushga chiqishga boshqa jonivor yo'qmidi? Boshqa hayvon yo'qmidi? Tentakmisizlar? Oyim qilgan ko'rpachani to'shib olibsizlar. Iltimos kir qilmanglar, oyim qilganda. Siz turing, o'tirmang. Cho'kib ketadi paxtasi. Onangni qilgan ko'rpachasimi bu? Oyijon, no. Tentakmisiz? Bu fujerda meni oyim berganlar-ku. Mana piyolada ichavering, o'lib qolmaysiz. Menga qara. Shu onang fujia jo'natibdi, farosatdan qo'shib jo'natmabdi-da. Aytaymi, olib kelsammi? Oyim aytuvdilar-da, nima kam bo'lsa ayt, olib kelib beraman dedi. Ya, sen unda qilmasding-ku, uchrashuvda nima unda bo'lyapsan, ha?
g'alati kiyapsiz, tentakmisiz? O'sirda bir narsa bo'lganmi? Yo kapanga yotamiz-sizlar? Ha, nima qilsa oyim qilgan narsalar. O'zingni kelmadimi farosating? Voy, Xitoyga zakaz bergan ekan, yaqinda kelib qoladi, xavotir olmang. Kelin, nima qilay, yechaymi? Aytay, endi satqaysar. O'ldim. Sizlar toza tentak ekansizlar-ku. Nega oyim qilgan choynak po'shti ishlatyapsizlar? Tur o'rningdan. Tur o'rningdan. Son choynak po'shingga tur o'rningdan. Xitoyga boramiz. Inangni boramiz. Tur. Aya dadasilar ham turinglar. Yuringlar. Onamga boramiz. Onangni. Aya, dada, men Tavrabdan yangi uy oldim. Tayyor kadastri bor, tayyor remonti bor. Shunday kirib yashaymiz bo'ldi. Oyim qilgan ko'rpa to'shaklarni ham olib kelamizmi? G'unchaqa. Jim o'tir. Hisob pulni qaydan olding? Boshlang'ich 25-30% to'ladim. Qolgan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lashga oldim. O'zining davlat maktabi bor, poliklinikasi bor, yonginasida metro bor, aeroport bor. Bitta uyning ichini ko'ring. Yo! Rostdan ham remontlar bilan ekan. Oyim bergan vagimalarni ham olib kelaylik. O'chir ovozingni. Onang bergan bitta cho'pan bu uyga kirmaydi. Shuning uchun bu uyni sotib oldim. Pam, kuyov yangi uyga yangi gilam olib keldim. Gilam bilan kerak emas. Agar mana shu gilam mana shu uyga solinsa, butun umr minnat qilib o'tadi meni. Oyi, parastat olib kelmadingizmi? O'shanga kuyovingiz kayfiyati yo'q. Voy, izlamagan joyim qolmadi qizim, parasat qolmabdi. Buni onasida ham farosat yo'q-ku. Boring, parastat toping. Qayerdan topadi hozir? Kech bo'ldi. Qayerdan topadi? Ay bahor omadim, ay bahor omadim. Aliya, assalom qarindoshlar. Tabingizlar, biz Tashkent Citydan. Mardombek qo'ylarni olib kiribdimi? Qo'yingiz jimtek turing, ana qilib turing. Ay, Tashkent Cityga keldik. Shunday chiroyli, ay, ko'zlar. Magic City. Magic City ekan. Keyingizlar sizlar ham maylimi? Hozir rasmlarga tushaman, shunday jo'nataman. Voy, Osinjon, muncha mazza sizga. Juda chiroyli joylarda aylanib yuribsizlar, ko'z tegmasin iloyim. Vel aylansang menga nima, so'qimlar. Undan ko'ra uyingni jinashtirib o'tirsang bo'lmaydimi? Qayga borsa videoga tashlaydi, men ichimda kuydirib. Minglarga kirib yuring. 40 mayizni yeganlarim, dunyo turguncha turing o'zimning jigarlarim. Sizsiz bu holim yomon. Onadan tug'ishganlarim, baxtimga bo'ling omon o'zimning jigarlarim. Voy, Osinjon, rasmlaringiz zo'r chiqibdi. Biz borgan joyga endi boribsizlar-da? Yonida svetofor bor, qizil, yashil, sariq yonadi. Biz qachon bordik bu yoqqa? Hech qachon bormaymiz. Siz mana shunaqa sumarligingiz bilan men qishloqda svetofor ham ko'rmay o'lib ketamanman. Men shunaqa adashgan ko'r qizmanman. Betingiz qursin, bordik deb qo'yavering. Kim ko'rib boryapti? Altın başın aman bo'lsin. Tappaning dollar bo'lsin. Mana tashkillarda o'qitdi, qarang otasi. Restoranlarda o'tirg'izdi. Endi restoranlarga olib keldim. Bunday chiqin narsalar olib berdim. Mana qarang. Mohitolar olib bergan. Ana, kimning o'g'li shunday, kimning o'g'li shunday. Mana 1 million shot bo'pti. Nima deysiz? Kimning o'g'li shunday, kimning o'g'li olib keladi shunaqa joylarga. Ey, Toshkentga borib osh yeganini maqtayotibdi. Undan ko'ra manancha shashlik yemaydimi? Ana nima edi? Temirda rasiga tiqib shashlikmi, nima go'sht pishiradi-ku, nima? Men qaydan bilay-u nima u? Men ham bilmayman-da. Videoda ko'rganman faqat. Ana qarindoshlar, biz metrodamiz. Muncha salqin bu yer. Otasi sharmanda qilmang. Biz yerning ostidamiz, antena yo'q-ku. Jinnimisan? Maniki Mobius sim kartasi. Yer ostida ham, tunnelda ham, metroda ham antenasi tikka turadi. Ularning yer osti stansiyasi bor-ku. Hozir biz rasmlarni jo'natamiz sizlarga. Toshkent Satangda tushganmiz. Ota bo'lib, ota qadrim bilayapsiz. Ona bo'lib, ona dardim bilayapsiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Kelingsiz ko'rishaylik jigarlarim. Boshqa chidolmayman. Ko'rishga ko'zim yo'q. Nenavish o'yini. Gruppangizga ham, qarindoshlaringizga ham hammasiga o'chirib tashlayman. Men gruppadan chiqib ketaman men. Gapirmang. Ya. Huvaydo Pakunili chart gruppadan chiqib ketdi. Ko'rilmagan. Men aytdim senga, ko'p maqtanmaylik dedim. Bu ko'tara olmadi. Orqasi jondi. Jigarlarim oq mening. Dastlabki olib keldi. Siz? Neva? Kim ekan u?
Zopa. Uyalmaysanmi? Otang tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Qosh ko'zi qop-qora, sochi jamalak qiz, kelajagi yo'q, tungi kapalak esiz. Oh, Einstein. O'sha. Uyalmaysizlarmi? Qizingiz tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Puli go'shtayman. Puli go'sht. Tinchlikmi? Qo'shmachi. Rozopa. Siz uyushtirdingizmi bu uchrashuvni, ha? Siz boylarga qizlarni topib berasiz-da. Topgan hunaringga sani. Pulchoskani qara, sherkalla, Mufassaga o'xshaydi. To'za shum. Shum deyapman. Kim edi bu qari tullak? Guadalupani onasimi? Yo, bu xozayka bo'lsa kerak, ha? Sut ishni qo'ygan sizlarni. Uyalmaysizmi, xola? Qarisi bor uyni parisi bor deydi. Siz parichga qo'ygansiz. Tavba qiling. Dada? Siz kim bilan? Guadalupani onasi bilan? Yo, nechxonali uyingiz, ona? O'zbeklar bekorga qaynota kelin degan novella olmas ekan. Hayotdan olar ekanda, ha? Sizlar bilasizlar nima yeyishni? Chef lavshasidan yeyapsizlarmi? Buni har xil ta'mi bor-da, ha? Ot go'shtidan indekalik sirligi ham bor-da. Ot go'shtidan yeyapsizlarmi? Kuch bo'ladi-da, ha? Bo'ldi qiling. Bu meni oilam bo'ladi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bular meni oyim, bular meni adam, buvim bo'ladilar. Dadam nima qilyapti? Bizanikiga sovchilikka kelgandilar. Bo'ldim, endi qizinglarni bermaysizlarmi? Beradi, bermay qayerga boradi? Yo'q, dada bermaydi. Nimaga bermaydi? Onasini sherkalla deb qo'ydim-ku. Hovli qilib o'l. Bilmadim. O'xshaydi-da. Qara, men ham chalaman. Ya og'zingda jo'p. Svistda cholma. Svistda cholsang o'g'ri keladi uyga. Assalomu alaykum. O'g'ri chaqirtirgan ekansizlar, keluvdik. Dastoyni narsalar bormi o'g'irlashga? Biz chaqirtirganimiz yo'q, aka. Kimdir shu uydan svistak chaldi-ku? Bilmayman. Men bilmaganimni bilmayman-da. Men ham bilmayman. Olam? Ana shu ovqatning mayini qoshingga surt, zo'r o'sadi. Yo'q-a? Ha? Sen ham surt. Yo, tavba, astag'firulloh. Kampir! Ha? Men bularning qo'shini qara. Yomon chiqdimi-ya? Zo'rku. Jamila xola, ishtolingizni berib turasiz ekan, ayam aytdi. Nimaga? Ana siz egiz tuqqan ekansiz, shunga ishtolingizni opamga kiydirsa, opam ham egiz tug'ar ekan. Voy. Hozir Hanifani qiziga berib yubordim-da. Ishtolingiz bittami? Jalkami bitta sarsiq ishton. Aya, choyimda quruqcha tikka turibdi, nima bo'lardi? Mehmon kelyapti-da. Buni qorni ham bor ekan, bo'g'oz kelyaptimi deyman. Bular ko'pchilik-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Voy, sen siras kelar ekan-da. Sizlar choyga tushgan shamami? Qo'shikamalak, Firuzabonu. Qo'shikamalak, Firuzabonu. Ola o'ynamay qo'ygan. Kechqurun sevib chiqasan. Qo'y o'ynasa o'ynaversin, kampir qiziqsani. Mana lalaku borku. Namlikni saqlaydi, allergiya chaqirmaydi, taglik borligini ham sezmaydi ikkalovi ham. Xotirjam uxlaydi. Qo'shimiz silishga o'sib ketmayaptimi, uka? Bilmasam, chiroyli turibdi-ku. Ilohi amin. Amin. Qizim kuyov bilan qo'sha qarib baxtli bo'linglar. Amin. Hech qilib bunisidan ham qaytib kelmagin. Bolam, orqasidan to'shat. Nimaga? Irimi bor. Borgan joyda toshday qotadi. Men otayda. Qochinglar. Nima bo'pti? Kuyovni miyasini qattiq chiqib ketibdi. Toshni uribman o'zi ham. Voy, bunisidan ham qaytdi. Qaytmadi. Borishga usbat qilmadi. Yer menga sani. Qo'shikamalak Firuzabonu, sochi jamalak Firuzabonu. Ojon,
ayamlarga borib kelsam maylimi? Mayli, boring. Faqat shu dadajoningizdan bitta so'rab ko'raylik, xo'p? Dadasi! Ay, ha, o'lgaring. Ichingiz keldimi? Chiqmaysizmi? Yo'q. Yo'q dedim katta. Ana ko'rdingiz, yo'q deyapti. Endi erkaklar uyda ustunida. Yo'qoling, boring, ishingizni qilavering. Xo'p. Bala bormi har ikki kunda birdan onasinikida? O'zar aka. O'zar aka. Ha, Yangi ketmonlaringizni berib turing. hozir akangizdan bir so'ray, uyda erkagida. Dadasi qo'shni ketmon so'rab chiqdi. Yo'q, yo'q. Yo'q demang, endi bitta qo'shniga ketmon dastan qizg'anmang endi ber. Yo'q. Yo'q deyaptilar, o'zlari ishlatar ekanlar. Ha, mayli. Mana ketmon sanga. O'g'lim, qayda yuribsan, a? Otang so'rayapti seni. Tez yetibki o'ldiradi seni. Dada, men keldim. Kelgan bo'lsang menga nima bolam? Kelasan-da uying bo'lgandan keyin. Kir uyga bolam. Zo'rg'a bosdim. Vajohatidan fil qo'rqayotdi. Onani yaratmasin ekan, bolam. O'rtalangda qolib ketdim-kimday. Quyon qara bo'riga. Iltimos, meni yemang. Ikkita bolam bor. O'chiray, sharmandalar. Otang ana yerda uxlolmay yotibdi. Ovozini o'chirsin dedi. Bilasan-a, otang jahli yomonligini. Erta aytib beradi. Aytma ertak. Mancha xurrak otasiz, qanday uxlayapsiz shunaqa shovqinda? Yomon masa qilib uxlayapman. Anchadan beri unday uxlamagandim. Nimaga uy tinch? Yoting. Uy tinch. Kelin, dadangiz aytyapti, kirlarni juda yomon yuvayotgan ekansiz. Yo'q, yo'jon. Voy. Ana ishonmasangiz so'raymiz. Dadasi? Meni onam yaxshimi, yomonmi? Yomon. Juda yomon o'lsin. Ana, ko'rdingiz, yomon deyapti. Oyijon, kirlarni men babiyda yuvganman. Babichi oq kirlarni oppoq qilib qo'yadi. Umuman dog' qoldirmaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Top-toza yuvadi. Ana shu top-toza qilib yuvayotganingiz dadangizga yoqmayapti. O'zing so'ra ruxsat beradi. Dadajon, o'tgan safar ayamkiga ruxsat bermadingiz. Bu safar enamkiga ruxsat berasizmi? Qiziq. Kim mendan so'radi? Men qachon ruxsat bermadim? Men doim za bo'lganman. Xohla ayaziga keting, xohla enangizga keting. Men zaman. Ruxsat bermang! Berib bo'ldim. Shuncha qilganimni tiqdingiz. Oh, o'g'lim keldi. Rossiyskiy shokoladim, rossiyskiy vodkam keldi. Qanday? Zo'r ota. Bu kim mazga yor? Nachaliging ham keldimi? Bu o'g'lim, dada. O'g'lim? Ismi Vlad. Voy, Vlad. O'g'ling o'zbekchani biladimi? Yo'q, bilmaydi. Bu onasini yemsa, bu miskalang necha yosh? Endi 43 ga kirdi, dada. O'yin yosh kattami sanda o'g'ling? Men ham majbur bo'ldim-da, dada, nima qilay? Shu Rossiyan propiskasini olay deb onasiga uylandim. Alla Pugachovagami? Uni Ira Maksim Gorkiy-ku. Hop, shu gavariton. So'kin men ruscha. Yakziyachera, sharmanda qilding. Ha, ruscha so'kyapsiz-da. Siz ham tushunadi-ku bu. Uzr. Vlad. Ovqat kattalar boshlamaydi, otang boshlamaydimi birinchi? Vlad otasida o'yin yosh katta. Spasibo, sinok. Молодцы. Vlad, nima o'rayapsan otangni? Dada, keling, sizni ham Vlad rossiyskiy politsiya qilib qo'yadi. Uray desam, bittasi o'g'lim, bittasi nevaram. Papalam. Ясно. Tur o'g'lingga tarbiya ber. Nimaga? Aroq ichib multik ko'ryapti. Voy, Vlad. Dada, qayerga olib keldingiz? Riveradagi brend bozorga olib keldim. Manuskrat. Nima edi ismi? Vlad. Vladni o'g'lingni odamga o'xshab kiyintirgan olib keldim. Brend bozorda Ava, Damat, Polo, Derimot, mana shu borku brendlarni tovarini arzon narxlarda olsang bo'ladi. Panila, ponila. Dada deyapti, qara. Damat kostyum shimlarini bilasizlar. 4 million, 5 millionga sotadi. A bu yerda 800 ming so'mga olsang bo'ladi. Dada.
Dadasini bolasi. Dada. Berimot bilan greyderda 2 million, 3 milliondan sotiladigan oyoq kiyimlarni bu yerda 300 ming, 400 ming so'mdan olsang bo'ladi. Da, men Rossiyada ham bunaqa bozor ko'rmaganman. Bunaqasini faqat brend bozorida ko'rasan. Borga qol kiyinib chiq. Иди сюда отсюда. Иди сюда, nima deyapman? Добрый вечер, дорогие друзья. А Влад дома? Yo'q. Xotining keldi. Vlad o'g'lingni oldi, xotiningni oldi. To'y qil ko'zingga ko'rinma. Ota bu xotinim emas. Kim? Qizim. Doshinka. Dadam men keldim. So'mayapman men. Xotining necha yosh? Tirikmi o'zi u? Сколько вам лет? 72. Yo'q, mendan katta qizing. Как сама? Хорошо. Хорошо? Да, все нормально. Проходи. Xotining namuncha ko'p cho'miladi. Ermakka cho'miladimi? Endi terlaydi, cho'miladi. Qadamini o'ylab qolsin, o'zi yoqmay turibdi. Yo'q qilib yuboraman. Cho'milayotgan bo'lsam 2 paqir suvga cho'milayapman. Ayrim joylarimga suv yetib borayotgani ham yo'q. Bilaman. Menga qarang, yo meni tanlang, yo onangizni. Menga sen ham, onam ham kerak. O'g'lim, sen akangga o'xshab xotin qilib bo'lma. Akang onasidan kechib xotinini tanladi. Xotiniga naqllena o'tirib, qo'lini o'pganini o'zim ko'rdim. Yo tavba. Menga qarang. Akangiz xotin quli bo'lsa zo'r-ku. Zo'r. Undan ko'ra lalaymasdan tezroq uyinamizga oling. Ona, ana makaronkali o'g'liz borku, sizni aqotizga zahar solib, o'ldirib, uyda o'zini nomiga o'tkazmoqchi. Ana yangacham aytib eshitdim. Voy noshkurlar-ey. Men ana katta ho'kizi bolasiga ertalabdan kechgacha qarayman. Tuvagini to'kaman, po'qini yuvaman. Menga bo'lgan rahmati shumi? Kerak bo'lsa bolasiga o'zi qarasin. Ona, siz cho'milib yuravering. Anetta enam sumagimni tozalaganini, tagimni tozalaganini minnat qildi. Undan ko'ra lalaku tagligidan kiydiringlar. Ertalabgacha mazza qilib uxlayman. Namlik tushaydi. Allergiya ham chaqirmaydi ona. Dada, siz tug'ilganimda qo'y so'ygan ekansiz. Ana ukangiz, amakim tug'iladigan bolasiga uydagi molni so'ymoqchi. Uydagi molni? Yes. Da. Hurmatli podpishchilar. Ko'p kishi yozibdi, eringiz qani, eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qildim, nima ekan deyman. Kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu. Bekor bo'pti-da. Like bos, padishga qiyin. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy jonkalam, qo'chqorlarim ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib keling, chizni qo'shib salat. Bari nari qarab gapiring, og'zingizdan chiziq haqida keladi bir. Shipshingiz yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukr qil, menga qara. Nimangizga shukr qilaman? Tirik o'zi ko'ta yamoqku. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aktsion bomba bo'lib ketdi. Ana ho'kiz bilan yashaganimda 3 ta ko'raydi istoriyamni. Hozircha 30 ta odam ko'rib o'tdi. Это вообще нереально. Men ham ajrashsammi kana? Bu bilan yashayversam, aktivim tugul, ahvatim ham ko'tarilmaydi. Oy. Tabriklasanglar bo'ladi. Ajrashgandan keyin o'zimni shaxsiy mashinamni oldim. Xotin? Popolarimni yuvmabsiz-ku? Nima deyapman? Parashok yo'q-ku? Mana bavi parashok olib kelganman-ku. Nima qiladi u? Bu oq kiyimlarni oqartiradi, dog'larni ketkizadi, allergiya chaqirmaydi. 100% Germaniya xom ashyosida qilingan. Xotin hamma hozir reklama qilyapti-ku. Appini qaramani, xunukligini. O'zingiz tushundingizmi? Men ajrashaman siz bilan, yashamayman. Nimaga? Ana,
Ajrashgan qizlar mazza qilib yuribdi. Gullar oladi, mashinalar oladi, mana bunaqa karusellarda uchadi, kumkuk suvlarda cho'miladi. Ajrashamiz. Nimadir Lola? Kim eding Lola? Qani Lolo. Ana blogerman, yeridan shashgan. Ayni qo'yaverasiz. Seni videolaring deb men xotinim bilan ajrashdim. Sen ana gullar olib, mashinalar olib yurarding-ku, nima qilyapsan bu yoqda? Hammasi yolg'on ishonaverarsizmi? Pokazakho uchun edi u. Dadasi. Ya tavba qildim. Nima qilyapsiz siz bu yoqda? Siz ana ko'mko'k suvlarda cho'milmoqchi edingiz, karusellarda uchmoqchisiz, nima qilyapsiz? Men Lologa ishonib aldanib qoldim-da. Men sizni shunday yaxshi ko'raman, og'zingiz tutib ketsa ham yaxshi ko'raveraman, yirtiq ishtonlaringizni ham yaxshi ko'raman, katta kallaringizni ham yaxshi ko'raman. Yarashaylik. Bizni sevgimiz boshqacha. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Qanday jo'ra? Endi Portugaliyaga keldim. Bolaga qarab turing, qizlar bilan o'ynab kelaylik. Ketdik. Nima yeysan qizim? Nima yeysan qizim? Nima injiqlik qilyapti bu? Hech kashasi pishmadimi deyman-da. Ayo, bir tish chiqyapti. Menikida ham shunaqa bo'lgan. Ha, yo'q, qornidan bo'lsa ham mana shunaqa bo'ladi. Yo'q, qornidan bo'lsa, bu glitchimni keltirib olsa bo'ladi. Kirsovun bilan ham kiymadi lekin. Yo'q, kirsovuni, u ana qo'ymaydi. Yo'q, bitta anaqasi bor, pufakcha, o'sha kirgisi damini chiqarib yuboradi. Yig'lama qizim. Mulk ko'rsatma bolaga. Nimaga? Hozir hamma autizm mana shundan kelib chiqyapti ekan. Yo'q, autizm bundan bo'lmaydi. Privkadan bo'ladi u. Bo'lmagan gap. Privkan vaqtida olish kerak. Bo'lmasa bola ko'p kasal bo'lib qoladi. Onasini yemsin, hech qanaqa kasal bo'lmaydi. Tabiiyda bu sut bari. Yo'q, lekin ona suti hamma narsaga davo deydi-ku. Hech kim qo'shimcha bermayaptimi? Yo'q, biz qo'shimcha onasini emdiryapman. Onasini yemayapti. Ha, zo'r. To'si bo'ldingmi? Buni sunnat qildirmadingmi hali? Yo'q, kichkina hali. Hozir qildirish kerak. Katta bo'lgandan keyin travma bo'lar ekan. Bo'luyda, mana bu. Hozir men to'stirib chiqay. Salfetka bormi ichkarida? Detskiyda art qiradi ko'tini. Voy, qo'yingizdagi nima qilyapti? Voy, конечно, maniki ham brilliant. Voy, qaratli maniki. To'xtang, mana bu toshlilar ko'p-u. Hozir moda emas, toshlilar. Hozir yangi olganman. Bolangga nima toshgan? Issiqlikmi deyman-da shu. Ha, yo'q, bu issiqlik emas. Berayotgan kashangiz bitta tekshir mana shunga tushmagan aniq. Yo'q. Yoki onasi metonasi yeb qo'ydi. Ya, bu allergiya. Kiyimlarni nima deb yuyapsizlar? Dish kirsovunda yuyamiz. Kirsovunda? Jinnimisan sen? Bavida yuyinglar, umuman allergiya chaqirmaydi. Mana kiyimlardagi hamma dog'larni ketkizadi. Biz poli bavida yuvamiz. Yo'q-a? Tug'ilgan kun qanday o'tdi? Gapirmang oyijon, nimasini aytasiz? Tug'ilgan kunga bola bilan borish umuman bo'lmas ekan. O'tirganda ham qilmadi. Rosa charchab ketdim. Sen qanday o'tirding? Yaxshi o'tirdingmi? Men mazza qildim. Rosa o'ynadim, kayf qildim. Xullas zo'r mazza dam oldim, lekin zo'r bo'ldi. Ikki do'st ko'r bo'lsa, ikki ko'z ko'r bo'lsa bo'lsin. Qalb ko'zi ko'r garang teba. Dog'in sevgi chiqarib. Nuldan qaytmas, mazga tushirmaydimi? Qurba yo'g'ing bo'lmasin, Abbos. Qanday bo'lyapti? Keling Rasul, keling. Masharif tushdimi? Yo'q. Shu paytda ham grija bo'ladimi? To'pni oshir. Ishqilib Kolumbiya yutsin-da. Nimaga endi? Kolumbiyaga tikkanman-da. Astag'firulloh. Nimani qo'yding? Sen quyoshda doirani qizdirdingmi, miyangni qizdirdingmi? Boykanikini qo'y. Qaysini qo'yapsan? Yana shaxsotani qo'yapsan, garang. Uzr. Kallangiz katta ekan, olib turing. Ya, davay, go. Nima bo'ldi? Internet o'chdi menimcha. Mobilingizni 5G Wi-Fi routerini ishlasanglar bo'lmaydimi, oberchi? Mana
Buni uyda ham, ofislarda ham o'zingizlar bilan olib yurib ishlatsanglar bo'ladi. Qancha u? Ha, boshiga 1,190,000 so'm to'laysiz, 1 yil internet web 5G ishlaydi. Keyin 1 yil tugagandan keyin oyiga 100,000 so'mdan to'lab ishlataverasiz. Day, mana shuni ishlatib qo'yinglar, tez-tez gol bo'ldim, nima bo'ldi? Choynakka soldirdingmi? 100 gram qo'y. Mana. Cheka baba deyman. Jo'ra buning yaxtak suv. Yo'q, O'lay agar yaxtak suv. Choyga. Qaroq quyganmisan sen? Ana bizni choynak. Rais bu, choynakni zamina qilaylik. Bugun bizda katta komanda ishlayapti. Katta syomka bo'lyapti. Assalomu alaykum. Amakim tipajda, tipaj. Xuddi men qo'shimga o'xshaydi. Meni ham qo'shim shunday bo'lsa kerak-a, xudo xolasa. Bilmadim. Ikrom aka nimani eslab plasmassa stollar bilan? Juda aktiv bo'lganman bunaqa stollar yig'ishga. Shuning uchun bugun ham mana xizmat ko'rsatyapmiz. Sinyata dermidi? Sinyata. Syomkamiz tugadi. Akalarim, hammanglarga katta rahmat. Bugun dam olishdan keyin birinchi vaynimiz, xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Sizlar aktiv bo'linglar, zo'r video tayyorladik sizlarga. Mana endi oshga marhamat, yemaganlar. Osh, endi oshdingiz, suzinglar. Dam olish tugadi. Sizlar uchun dam olishdan keyingi birinchi vaynimizni ishladik. Sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Tushunmadim poponim. Kim bu yigit? Xiyonatmi, ha? To'y aka meni uydagilarimiz kushiga yerga bermoqchilar. Men seni tomchilardan qizg'onardim. Senga esa yomg'irda yurish yoqar ekan. Chevoriga o'xshab uvillamay o'l. Kim bu sota qo'zi? Bilib qo'ygin poponcham. To'yingda shunaqangi kerilib o'ynayman. Dugonalaring kim bu yigit deb so'rashsa, ushalmagan armonim deysan. Uvillama. Ben görüyorsanmi? Mana uraman seni. Kuchim yetadi, lekin o'zbekni o'zbek urmaydi. Chotib yetilyapti.